Tinchlikmi kampir, nima yig'layapsan? Marojna yegim kelyapti. Jinnimisan, suv sovuqda ya? Men emas, u xohlayapti. Rostdan, shu yoshimizda ya? Uyat emasmi? Mayli nima bo'lsa ham zo'r bo'pti-ku. O'g'il bo'lsin-da ish qilib. Mana kampir muzdagina marojna istib ye. Voy rahmat, qulpini yegim kelyapti. Uni qayerdan topaman endi? Men emas, axir u xohlayapti. U uchun olib kelaman. Shu yoshda g'alati bo'lar ekan. Mana kampir klubniki. Hididan yangi kiyim kiygim kelyapti. U nimaga? U taksikos yangi turmi endi? Men emas, axir u xohlayapti. Xohlamay qolsin. Hozir kiyimi, pensiyam qolmayapti. Hozir. Kampir mana olib keldim. Yangi kiyimlar qani? Bu babi artistitel zo'r narsa ekan. Eski kiyimlarni shuni to'g'riga tashlaysan, qaynagan suv solasan, bundan solasan, ana kiyimlaringdagi dog'larni hammasini ketkizar ekan. Oq kiyimlarni oppoq qilar ekan. Allergiya ham chaqirmas ekan. 100% Germaniya xomashyotidan qilingan ekan. Ha, yaxshi, lekin men tilla xohlayapman. Silashgan qilyapsizlar-da, kampir. Qanday taksikosda tilla xohlaydi? Bola tilla olib ber, tilla xohlayapman demasa kerak. Qanaqa bola? U xohlayapti deyapsan-ku. U bola emas. U kim? Nafs, meni nafsim. Nafsingga. Aytdim, shu yoshda ishlasa bo'lmaydi-ku deb.